birinchi darajali qon aylanish buzilishi, tekinlikka o'ralgan shiykamatga kalta, bunaqa deb vahima qilib magneziylar ham qo'yib tashlashdi o'sha payt. Bachadon bo'yni sizga qiyshiqroq, kaltadek ko'rinadi. 39-40 chiqdi, yopiq, tug'ish xavflari yo'q. Matka tonusi yo'q deb berasiz. Suvlari toza, yo'ldoshi ozgina pastda 30 haftagacha u ko'tariladi. Bola tazi bilan yotibdi, 36 haftagacha harakatda bo'lib turadi. O'sishlari juda chiroyli. Qon aylanishida menda muammo chiqmadi oyisi. Siz faqatgina chap biqinim og'riyapti deb borgansiz, paqvi grijam nimadir podozrение qilishibdi. Sizda unaqa narsa yo'q. Chap biqiniz, sheyka atrofida katta qalin varikoz tomiriz bor. O'sha kechqurunlari ayniqsa suqilib sanchib og'rib turadi ikki qatlikda. O'shani davolaymiz, sizda og'rig'ingiz yo'qoladi. Qon aylanishlari juda chiroyli chiqyapti hamma joyda. Yaxshi o'syapti, vesi ham normani o'rtasida turibdi.